Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining yashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Ushbu video roligimizni sarlavhasidan ko'rib turganinglardek, bugun yana sizlar bilan Xudo xohlasa Umra ziyorati narxlari va sharoitlari haqida gaplashamiz. Hozirda 2026-yilda yanvar oyining oxirgi kunlarida turibmiz. Yanvar oyining oxirgi kunlari katta bonus ketyapti-kan. Fevral oyiga narxlar qanaqa bo'lyapti? Ramazonga narxlar qanaqa? Qanaqa paketlar bor deganlarga bugungi beradigan ma'lumotlarimiz 14 kunlik paket haqida bo'ladi, 21 kunlik va 35 kunlik Ramazon paketi haqida bo'ladi. Bugun Xudo xohlasa Zafarbek Hoji tog'amiz oldiga kelganmiz, to'liq ma'lumotlarini so'rab bilib ketamiz. Hoji tog'a obunachilar bilan, kuzatuvchilar bilan bir qator salomlashib o'tsangiz, videoni boshlayveramiz. Assalomu alaykum Vodiy bozor obunachilari, hammanglarga sihat salomatlik, bugungi ayyom kunlari muborak bo'lsin hamda Allohning bayatini davo qilish nasib qilsin. Xo'p, rahmat Hoji tog'a. Endi o'zingizni ko'pdan beri kuzatadigan insonlar bor. Bugun qisqacha qilib hamma ma'lumotlarni bersak. Xo'p, hozirda endi o'zim bilgan ma'lumotni o'zim aytib ketaveraman. Qisqaroq qilamiz. Imkon qadar kuzatuvchilarni vaqtini olmasdan like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, eslatib o'taman, kunlik Umra ziyorati narxlarini o'tkazib yubormaysizlar. Like bosib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turganlarga kattakon rahmat. Xo'p, hozirda Centrum Holidays kompaniyasini video qilyapmiz. Mana Hoji tog'a siz bilan Centrum Holidaysda ishlaysiz, ko'pchilik biladi. Centrum Holidays litsenziyaga ega bo'lgan ishonarli kompaniya. Hozirda 2026-yilda yanvar va fevral Ramazon oyiga O'zbekistonda 6 ta viloyatdan reyslar bor. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Termizdan va Samarqanddan. Termiz, Samarqanddan reyslar bor. Xo'p, reyslar har 2-3 kunda bir bo'ladi. Shu ekranda ko'rib turgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz yana to'liq ma'lumot olaverasizlar. WhatsApp, Telegram hamma narsa bor, ha? Bor. Xo'p, Hoji tog'a aynan o'zingiz bilan ketishning imkoniyati ham bormi hozir? Ha, o'zim bilan ketadiganlar Xudo xolasa 2-fevralga rejalashtirganmiz. Xudo xolasa inshaalloh joylarimiz ozgina qoldi. Necha kunlik paket bo'ladi? 14 kunlik paket, standart paket. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, hozir skidga bonus ketyapti dedingiz, oyda oxiriga, yanvarga. 1 kun qoldi. Necha pul bu? 900 dan. 900 dollardan. Bugun mana 30-kuni video syomka qilyapmiz. Bugungi ulg'aydiganlar ham bor ekan, endi sal qiyinroq, lekin ertaga ulg'ishning imkoniyati katta. 31-kunga 900 dollardan bo'lyapti. Xo'p, endi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz, lekin narxda bilib turib chiqib ketib qolmanglar. Juda ham muhim bo'lgan ma'lumotlarimiz bor. Hozir 2026-yilda fevral oyiga 14 kunlik paket necha bo'ldi? Faqat 14 kun. 14 kunlik paketimiz 1150 bo'ladi. Xo'p, Ramazonda birinchi 10 kunligiga ham shu narx, ikkinchi 10 kunligigacha. Ikkinchi 10 kunligimiz 1250, uchinchisiga? Uchinchisi 1400 dollar. 1400 dollar, ya'ni o'sha hayit namozi qadr kechalariga ham o'sha yerda bo'ladi. Albatta. Xo'p, endi 21 kunlik paket necha pul? 21 kunimiz 1500. 1,5 dollar. Endi bu narxlarda yana bir qator qo'ng'iroq qilib, albatta operatorlarga aloqaga chiqasizlar. Operatorlarga aloqaga chiqinglar deb hali qayta aytayotganimiz sababi narxlar o'zgarib turibdi, sharoitlar o'zgarib turibdi. Bir yaxshi bir yo'llari bo'lib qolyapti. Shu sababdan qayta ogohlantiryapmiz. Biz mana zudlik bilan kelib video ola olmaymiz ba'zida. O'zingizdan mana ertaga Xudo xohlasa ertaga ketasiz, video qilishga imkoniyatlar bo'lmay qoladi. Shu sababdan qachon ko'rishidan qat'iy nazar bir qator qo'ng'iroq qilib ko'ring. O'zingizga Xudo xohlasa zo'r variantlari chiqib qolishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi 21 kunlik paket 1,5 dollar dedingizmi? U bir xildami, o'zgarmaydimi? Yo'q, o'zgarmaydi, bir xilda bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Endi o'sha o'zingizda bor 35 kunlik paket narxi necha bu? 35 kunlik paketimiz Xudo xolasa 1900 narx qo'yilgan. 1900 dollar. Hayitdan keyin ham yana sayohatlarimiz bor, ozgina sayohatlar ham qilinadi. Ya'ni 30 kun roza tutib, 35 yana 5 kun sayohat, ibodatlar, ziyoratlar bo'ladi Xudo xolasa. Xo'p, endi bonus ham qilib berasizlarmi bularni? Xo'p, ko'ramiz endi, sharoitga qaraladi. Endi hozir ochig'ini aytib ketish kerak. Mana gapingiz bo'ldim uzr. Hozir o'zi bonus qiladigan emas. Chunki juda ham odam ko'p. Bizchazlar hali nima desam bo'ladi, hali odam ko'pligi qimmatlatib olib boshqa narsa emas. O'zi bonus qiladigan vaziyat bo'lmayapti hozir. Mehmonxona ochib ketadi. Hozirda butun dunyo musulmonlari umraga, Madinaga, Makkaga yig'iladigan vaqti kelyapti. Ramazon oyida borib ko'pchilik niyat qiladi. Taroveh namozlarini, qolaversa shu hayit namozlarini, qadr kechalarini o'sha yerda bo'laman deganlar bo'ladi. Xo'p, endi Centrum Holidays kompaniyasidan paket xarid qilib Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarda shu aeroportda o'zingizlar kutib olasizlar. Ha, aeroportda o'zimiz olib, o'zimiz olib ketib, o'zimiz qaytarib olib kelamiz. Bo'ldi. 50 bosh xizmati O'zbekistondan boshlanadi, demak. Ha, albatta. Xo'p, paket xarid qilish tartibi o'sha birinchi marta ko'rib turganlarga eslatib o'taman. Qizil pasportingiz, ya'ni chet elga chiqish fuqarolik pasportingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol onlayn tashlab berasiz. Viza, aviabiletlar, mehmonxonalar,
oziq-ovqat taomlar hammasi bilan o'zlari shug'ullanishadi. Xo'p, endi ziyoratlar Madina Munavvaradan boshlanadi. Ha, albatta tartiblisi Madina Munavvarada. Xo'p, shu joyda savolni berib ketaman obunachilardan kelgan Hoshid og'a. Madinada necha kun bo'ladi deb ko'pchilik so'raydi. Madina Munavvarada 2 kuni, 3 kunimiz bo'ladi. Xudo xolasa 2 kun o'zi yetadi 2 kun. 2 kunda birinchi kuni Undan ko'p qolish Ravzaga olib imkoniyati-chi? Ha? Undan ko'proq qolish Yo'q, iloji yo'q. Madina Iloji yo'q. Munavvarada odam ko'p, mehmonxonalar juda qimmat, qiyin masala. Ko'pchilikdan kelgan savol edi. Yaxshi, ya'ni 2 kecha, 3 kunduz bo'linadi. Keyin Xudo xohlasa Makkaga yo'lga chiqiladi. Inshaalloh. Qolgan kuni Makkada bo'ladi Ha, ziyoratchilar. albatta. Xo'p, endi Madina Munavvarada mehmonxonalar masofalari qanaqa? Madina Munavvarada mehmonxonalar shu birinchi qatorda turadi. Meroj Toyiba deb Boqiy qabriston yonlarida, shu payg'ambarimiz ravzalariga yaqinroq joyda bo'ladi. Haramga kirish masofamiz 200 metrga atrofida bo'lib qoladi. Bo'ldi, tushunarli. Demakki, Madina Munavvarada unaqa uzoq emas, shu 200 metrgacha, 150 metr. Endi o'zingizga qarab bo'laveradi. Hali uzoq emas. Uzoq Endi emas. Madina Munavvarada hozirgi kunda 2 mahal o'zbek milliy taomlari berilyapti. 2 mahal beriladi. Xo'p, endi Makkadagi mehmonxonalar qanaqa? Makka mukarramada mehmonxonamiz 3 minutlik yo'l, avtobuslar bor. Avtobusda boriladi, chunki yosh katta odamlar bizda. O'shaning uchun ularga sharoit yaxshi bo'lishi uchun, qiynalmasligi uchun avtobusda olib ketamiz. O'sha odamlar, aholi kamroq joy tomonidan o'zimiz mehmonxona qilganmiz. Bemalol erkin kelib ibodatini qilib ketadigan sharoit. Shu mehmonxonadan chiqib qancha yuradi avtobusgacha? 5 metr. Eshigini oldida ekan. Ha, eshik robotiga shunday qo'yiladi avtobus. Unaqa o'zi oddiy uyimizga mashina keladi, taksi chaqiramiz yoki shunaqa bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Avtobuslar ham shu paket ichidami yoki pul? Hammasi ichida. Xo'p, endi bitta muhim savol esimdan chiqib qolibdi. Ravzaga kirilyaptimi deb ko'pchilik so'rayapti. Ravzaga bizdan borgan odamlar inshaalloh hammasi kiradi. Biznikilar birinchi o'rinda mana o'sha aeroportda samolyotga o'tiryapti, o'sha ravzani harakatini qilishni boshlashadi. Bo'ldi. Sizlardan ketgan odam kirmay qolmadimi shu? Yo'q. Mana borganlar mana eshityapti, ko'ryapti, agar bo'lsa gapiradi, kommentariyaga ham yozadi. Men kirmaganman, sen majoldaman boradi deb. To'g'rimi? Bo'ldi. Ayzar albatta Hoshid og'amiz necha yillardan beri shu umra sohasida faoliyat yuritishadi. Xo'p, endi Makkadagi mehmonxonalarda aytdik mana, Makkada hozir 3 mahal taom berilyapti. Albatta 3 mahal milliy taomlar, o'zimiz vodiyda bolalar, povurlar. Qolaversa shifokor xizmatlari ham bor. Shifokorlarimiz ham bor. Madinada ham, Makkada ham bormi? Yo'q, Madina Munavvarada yo'q. Chunki Madinada 2 kun turamiz, o'shaning uchun qiyinroq. Masalan, Madina Munavvara, Makka mukarramada mehmon va doktorimiz bor, albatta o'sha yerda shu 3 yilmi, 3 yil o'shada bo'ladi. Bo'ldi. Endi azizlar, men Hoshid og'a hozir har doim beradigan tavsiyam beraman, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deysiz. Chunki ko'p umra ziyoratini videolarini olamiz. O'zbekistondan ketasizmi, Tojikistondanmi, Qirg'izistondanmi, Rossiyadanmi o'zingiz doimiy iste'mol qiladigan tabletka dorilaringizni olganingiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Xo'p, endi u yerdan ham topiladi. O'tgan safar hali ovoragarchilik kerak emas desam, bittasi noto'g'ri tushunibdi. Ovoragarchilik kerak emas degan gapingiz noto'g'ri bo'libdi. Men buni to'g'ri ma'noda aytdim. U yerga borib, ovora bo'lib istab yurganda, shu yerda o'zi bilgan dorilarni shunday olib olishgani maqsadga muvofiq azizlar. Lekin u yerda ham shifokor xizmati hamma yo'q bor, lekin o'z yoningizda olganingiz har tomonlama ma'qulda. Xo'p, Hoshid og'a, viza, mehmonxona hamma narsa bilan o'zingizlar shug'ullanasizlar, ha? O'zimiz shug'ullanamiz. Obunachilarimizdan savol keldi. Obunachilardan faqat bizga Zagram pasportini tashlab qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi, savol hamma keldi xizmatlarni o'zimiz obunachilardan. Umraga ketish uchun hujjat qancha tayyor bo'ladi deb. Hujjatlari bo'ldi. Zagram tashlasa bizga bo'ldi, tayyor. Qancha, necha kun, necha soatda? 1 soatda. 1 soatda. 1 soatda har 1 soatda viza ham tayyor bo'ladi. Bo'ldi, azizlar, mana shu savollarga yaxshi javob bo'ldi. Endi Madinada endi mehmonxonaning ilojisi yo'q deyapsiz. Makkada endi oilaviyga qanaqa sharoit? Xona oilaviylarga albatta Xudo xolasa mana o'zimiz bilan borganlarga xonalarda alohida masalan chol kampirlar bir xona desa bir xona qilib beramiz. Oilaviy 3 kishi borib olib turib, 3 olamiz turmoqchimiz, yotlama turish degandan ko'ra desa 3 kishilik xona qilib beramiz. Faqat u yerda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. O'tgan safarga suhbatimizda ham bittasi yozibdi kommentariyangizga. Bu dedi, ko'p beraman dediz-ku, deyapti. Shu narx ichida deyapti. Yo'q, bu narx ichida bo'lmaydi. Faqat to'lovlari bo'ladi. Shuni eslab yozilishgani yaxshi. Asha har bitta xona 4 kishilik bo'ladi kravatlarimiz. 4 kishilik kravatda ikkitasi turadigan bo'lsa, ikkitasiga pul to'laydi. $100 $200 to'laydi. 3 kishi bo'ladigan bo'lsa $100 to'laydi xolos. Xullas mana azizlar, men tushunishim bo'yicha to'g'ri bo'lsa to'g'ri deysiz. Mana 3 kishi umra ziyorat paketini xarid qildi, ketdi. Makkada o'zi turmoqchi, xonaga kirdi, 4 ta kravat, bittasiga $100 oqcha to'laydi, o'zlari oilaviy turaveradi. Oilaviy turaveradi.
endi hali bir kishi bo'ladigan bo'lsa ham, mana o'zim turaman desa 300 dollar yoniga qo'shadi. 300 dollar qo'shib bo'sh, Ha. bitta kravatda o'zi yashaverardi. Menimcha tushundinglar, xonani narxi 400 dollar. Masalan, paketingiz xarid qilgan bo'lsa, ikkita odam bo'lsa 200 dollar o'sha minus. 200 dollar to'lab bemalol 11 kun mobaynida o'zlari yashasa bo'ladi. yashasa bo'laveradi. Xo'p, endi Ramazon oyida saharlik va iftorlik taomlari beriladi deyapsiz. Ha, albatta saharlik, iftorlik beriladi. Xo'p, endi Sayohat bo'lmaydi. Buni ham aytmang. bo'ldi. O'zi tushuntirib berasiz endi. Ha, Biz uni qayerda- Ramazon oylarida xudo xolasa azizlarim sayohat umuman taqiqlaydi. Arabiston podshohligi taqiqlaydi. Faqat bo'ladi 5 mahal namoz o'qiymiz, saharlik qilamiz, iftorlik qilamiz hamda taraveh namozlarini o'qiymiz. Endi buni sayohat bo'lmaganda men tushunishim bo'yicha endi odamlarga nima desam bo'ladi, qiyinchilik ham bo'lib ketadi bir tarafdan. Kuni bilan sayohat qilib kech payt taroveh namozlariga endi to'g'ri bizni bu narsalarga aqlimiz yetmas, lekin men tushunishim shunaqa deb o'yladim. O'ziga yarasha yana bundan boshqa sabablari ham bor azizlar. Xullas hozirda mana Centrum Holidays kompaniyasida 2026-yilda fevral oyiga narxlarni aytadigan bo'lsak, 1150 dollardan 14 kunlik paket chiqdi. Ramazonda birinchi 10 kunligiga ham shu narx. Ikkinchi 10 kunligiga 1250 dollar. Uchinchi 10 kunligiga 1350 dollar deb aytdingiz. 21 kunlik paketlar 1,5 dollar dedingiz. Xo'p, 35 kunlik paketlar 1800 mi? 1900. Ha, 1900 dollar. Azizlar, 35 kunlik paket eng haligi ko'pi, masalan, hayit namozi, qadr kechasi va undan so'ng mana 5 kun sayohat bo'ladi. Ha. Xo'p, qanaqa savolinglar bo'lsa, Xo'sh tog'amizga bemalol kommentariy yozib qoldiraverasizlar. Xo'p, keyin o'zingiz doim berayotgan tavsiyangiz Xo'sh tog'a ota-onalariga nimalar olib berishsa mana. Ha, ota-onalariga shu yo'lda tamada qilgan ozgina bir pista-mayiz bodomlardan, o'rik qoqilaridan yoki bo'lmasa yana nima deydi, mayiz yoki bo'lmasa anaqa yong'oq, jinda bir ikkita non, qo'g'irdoq, bir kiloga go'sht qo'g'irib, plastmassa idishga solib bersak, urushlarda ketaveradi. Bo'ldi. Yo'l qo'llarni iste'mol qiladi. Borgan odam bari biladi-da, azizlar, mana biz endi bormaganmiz, to'g'risi bilimiz bo'lmasa, borgan odamdan tavsiya, amal qilish bo'lsa, ota-onalariga yaxshi bo'ladi, quvvat bo'ladi-da. Albatta, quvvat bo'ladigan tabiiy narsalardan endi bu narsaga o'zi aytyapsiz, hech qancha pul ketmaydi. Ha, ketmaydi, 15 ming, 20. Mana men o'zim ketyaptim. Shunday bozorga kiraman. Asosan 120 ming so'm, 130 ming so'm narsa bo'ladi. Mayiz olaman, 5 ming so'm, 15 ming so'm, 20 ming so'm tortib olaman. Ana xonadon pisalarni 50 ming so'm olaman. Qala bir 200 gram, 300 gram deydi. Bo'ldi. Endi u yog'i endi o'zingizga havola. Ha, o'zlariga havola. Xohlagan narsa olib beraverasiz. Lekin ota-onalar ayta olmaydi farzandlariga, bolam menga mana narsalarni olib solib qo'y deb ayta olmaydi. Shuning uchun Bilmasligi ham mumkin. Ha, bilmasligi ham mumkin. Yo shoshilishda xayoliga ham kelmaydi u narsalar. Buni ona va farzandlar e'tibor berish kerak. To'xta, bu onamni otamni jo'natyapman. Bular yo'lda jinda qonunlarni ochib olsa iste'mol qilib turadi. Keyin shuni rushnoyalarga jinda solib beraylik deb solib qo'ysa, ota-onalariga quvvat oladi. Xo'p, azizlar, mana hurmatli aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, bilmaganlar uchun ham mana Xo'sh tog'amizdan tavsiya. Endi qancha pulingiz ketadi bilmadim. Xudo xohlasa ko'nglingizdan chiqarib, chin yurakdan qilib bersangiz juda ham bir yaxshi maslahat bo'ldi. O'tgan safar ham aytdim. Endi qanaqa savolinglar bo'lsa, Xo'sh tog'amizga umra ziyorati haqida albatta fikringlarni yozib qoldiringlar. Qolaversa biz yaxshi fikr yozib ham ko'pchilik qo'llab-quvvatlab turibdi. Hammasiga rahmat aytamiz. Endi Xo'sh tog'a bormoqchi bo'lganlarga, boraymi, bormaymi deb o'ylanib turganlarga, narx o'zgarib qolamki, arzonlab qolamki degan insonlarga o'zingiz xolis tavsiyangiz. Narxlar endi Ramazon oyi keldi, azizlarim, o'zgarmaydi. Shuning uchun yaxshi bilib olinglar. Narx tushmaydi. Hayitdan keyin tushadi. Hayitdan keyin boraman desanglar yana 959 dollardan o'zim jo'nataman. Bemalol hayitdan keyin aprel yarmigacha, 15-gacha reys bo'ladi. Keyin to'xtaydi. Ramazon bu yilgi umra amaliyoti tugaydi. O'shaning uchun shoshilinglar. Endi bitta narsasi borda, Allohning baytiga borgan insonlarda shu puldan kechib jihad qilib deyiladi. Endi men aytgan jihad degani mablag'idan kechib degani ma'noda keladi. Boshqacha tushunib olmaylar. Kechib Allohning baytini tavof qilaman, Ravzasi payg'ambarimiz ravzasini ziyorat qilaman, shafoat go'yimi deb turib harakat qilgan odamlarning pul xarajati bor-ku. Buni o'rnini Alloh o'zi to'ldirib beradi. Kim bo'lsa ham mana fikrlasin, o'ylasin, umraga borib kelib xarob bo'lmagan, kambag'al bo'lmagan. Hech qanaqa kambag'al bo'lmaydi. Agarda boraman deb niyat qilib, bormasa puli bo'lib, mablag' bo'lib, boraman deb niyat qo'ydi-yu, bormasa mana shu pulga bir balo keladi. Bu men bu narsani juda ko'p sinaganman. O'sha puliga bir qandaydir bir sabab beradi Xudoyim, shu pul ketadi. Chunki Alloh baytiga niyat qilib saqlagan pulini o'shanga ishlatmasa, boshqa bir narsaga olib ketib qoladi. O'shaning uchun shoshilsin, borsin, maza qilsin.
aytyapman, bu dunyoda nima bor o'zi? O'zi tasavvur qiling. O'zi mana Allohning uyini, baytini tavof qilishdan boshqa eng katta sharaf bormi? Bo'ldi, azizlar, endi xolis tavsiyalar. Biz necha yillik tajribalardan kelib chiqib berilayotgan maslahatlar azizlar, endi u yo'q, endi o'zingizlar ishlar. Biz tavsiyalarni xo'sh davom asosida tavsiyalarni berdi. Mana hozirda endi narxlarni bitta qaytarib ketaman. Esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin kuzatuvchilarimiz. 2026-yilda yanvar oyining oxirida turibmiz. 30-31 yanvarga $900 reyslar bor. 14 kunlik standart paket. Agarda siz fevral oyida umra ziyoratiga bormoqchi bo'lsangiz, $1150 dan boshlanadigan narxlar 14 kunlik standart paketlar. Ramazon oyining birinchi 10 kunligiga ham xuddi shu narx. Ikkinchi 10 kunligiga $1250, uchinchi 10 kunligiga, ya'ni Hayit namozi qadr kechalariga $1350 dan bo'lyapti dedingiz. 21 kunlik paketlar bo'lsa $1,500. 1,5. Xo'p, 35 kunlik paket $1900. 900. $1900 dan bo'lyapti. Hozirda azizlar, hozirgi kunda ushbu video rolikni qachon ko'rsangiz ham bir qator qo'ng'iroq qilib, joyizni hozirda o'zida band qilib qo'ysangiz bo'ladi. To'lovlar hammasi qonuniy, firma litsenziyaga ega. Xudo xohlasa, qanaqa savolingiz bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, kunlik umra ziyorati narxlarini o'tkazib yubormaysizlar azizlar. Hammaga rahmat, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xo'sh, rahmat sizga. Salomat bo'linglar.